to'xtatadi. Men nima belachi? Chingizbek Biyazov, 4 respublika xalq artisti. Nima keldingiz? Mana shu kunlar siz uchun. Nima edi, PR-midi bu ham? Boshqa vajohat bilan keldingizki, notalarimni yirtib. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Sizlarga prank kerakmidi? Hurmatli prankchilar, biz xalq artistlarining qo'lidan bunaqa narsalar kelmaydi deb o'ylamanglar. Bu eng oson. Bizga mana shu Ozoda xonimga, menga o'zi Oskar berish kerak bunaqa aktyorskiy mas'uliyat uchun. Ve hamma ishondi. Dadam telefon qilyapti. Biz aytmoqchi bo'lganimiz, aziz do'stlar, bu yengil narsa, bu hammani qo'lidan keladi. Lekin konsertni jonli ijroda, orkestr bilan tik oyoqda jonini jabborga berib 10 kun konsert berish hammani qo'lidan kelavermaydi. Qo'shiq aytish hammani qo'lidan kelmaydi. Ayniqsa jonli ijro. Biz jonli ijro tarafdorimiz. Hamma san'atkorlar bir yoqadan bosh chiqarib jonli ijroni targ'ib qilaylik aziz do'stlar. O'zingiz shunaqa PRlar, yengil tanilishlar, prank qilishlar, sun'iy intellektdan foydalanib og'iz qimirlatishlar, shularga qarshi bizni PRimiz shu edi. Biz ham qila olamiz. Ana endi bo'lsa hamma bildi, Belacho Ozoda xonimning qo'shig'i emas. Belacho o'zi meni ham qo'shig'im emas. Uni avtori ham bilmaymiz kimligini. Shuning uchun hamma aytaversin bemalol. Le passeranno, le passeranno.